Assalomu alaykum hammaga universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan o'zbek milliy taomlaridan dimlama tayyorlaymiz. Ba'zi bir joylarda bostirma ham deb atashadi. Juda ham oson tayyorlanadi, ham ko'p vaqt talab qilmaydi. Birinchi bizga 2 kilogramm go'sht dumba kerak bo'ladi. Endi oilani katta kichigiga qarab olasizlar. Albatta go'sht hamma mahsulotlarni kartoshka, ukrop, kashnich, xohlaganlar seldir solishi ham mumkin. Bir bosh karom, 2 ta piyoz, 1 dona katta pomidor, 2 ta sabzi, bolgarskiy, zira, kashnich urug'i maydasi hamda tuz ishlatdim ziravorlardan. Boshqa ziravorlarni solmadim. Qozonni tagiga birinchi bo'lib yog'li dumbalarni, yog'li go'shtni solamiz. Ustidan tuz, zira, kashnich urug'ini maydalanganini sepamiz. Har bitta qatoriga xuddi shunaqa qilib ziravorlarni sepib chiqamiz. Endi go'sht terib olamiz. Go'shtni shunaqa qo'rg'ali koreyka joyidan foydalanganinglar yaxshi, yumshoq chiqadi. O'zi qo'y go'shtidan tayyorlasanglar mazali bo'ladi. Endi kimlardir qo'y go'sht xohlashmasa, mol go'shtidan ham foydalanishlari mumkin. Yumshoq joyidan foydalangan yaxshi. Zira, kashnich urug'ini go'sht ustiga sepib chiqamiz. Har bitta qatoriga sepamiz. Artib tozalangan kartoshkalarimizni go'sht ustidan terib olamiz. Endi sabzi men 2 dona soldim. Xohlaganlar 1 dona solishlari mumkin, ko'p xohlamasalar. Buni ham ustidan, kartoshkani ustidan tuzni ko'proq sepamiz. Chunki kartoshka tuz shim oladi. Ziravorlarni sepamiz. Ustidan bulg'or qalampirini qizil ko'kidan aralashtirib soldim. Uyingizda xohlagandan qaysi biri bo'lsa solasizlar. Bitta katta pomidorni katta-katta yirik qilib to'g'rab soldim. Xohlagan 2 ta kichkina pomidor solsa ham bo'ladi. Men katta bo'lgani uchun bitta pomidor soldim. 2 ta chesnok. Ustidan yana tuz, ziravorlar sepamiz. Ikkita garimdori xohishga qarab. Ustidan to'g'ralgan piyozimizni solamiz. Endi karomni ozgina maydaladim men, juda ham yirik qilmadim. 4 ga bo'lib, yana o'shani ham 2 ga bo'lib chiqdim. Qozonning ustini hammasini karom bilan yopib olamiz. Karom ustiga ham tuz, ziravorlardan sepamiz. Eng ustiga ko'katlarni joylaymiz. Men faqat kashnich urug'i foydalandim. Xohlaganlar seldirdan ham foydalanishlari mumkin. Qopqog'ini yopib, pasolovga 1,5-2 soatga qo'yib qo'yamiz. Yana ham olovingizga, qozoningizlarni qalin yuqaligiga qaraysizlar. Agar qozon qalin bo'lsa, o'rtaroq olovda tursa ham bo'ladi. Yarim soatdan keyin 200 ml oddiy suvimizni quyib, yana qopqog'ini yaxshilab yopib, dimlashda davom etamiz. Qozonni qalin yuqaligiga qarab taom tayyor bo'ladi. Yuqa qozonda olovni pastroq qilib dimlaylar. Agar qozonimiz qalinroq bo'lsa, olovni sal ko'tarib dimlasanglar ham bo'ladi, chunki juda ham ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa bo'lib, mana karomlarning rangi o'zgarib, ko'katlarning rangi o'zgarib, yumshoqlik holiga keladi. Birinchi ustidan karomlarni suzib olamiz laganimizga. Kartoshkalarini bir chekkadan xuddi shunaqa qilib suzib olamiz. Xohlaganlar aralashtirib tashlashlik mumkin, lekin men ezilib ketmasligi uchun aralashtirmadim. Ustiga go'shtlarini terib olamiz. Bu ovqatni xohlaganingizcha dasturxonga xohlagancha suzib, yasatib dasturxonga tortishingiz mumkin. Go'shtlari ham hamma narsasi juda ham mazali pishadi, yumshoq bo'lib ketadi. Ustiga tagida chiqqan suvlarini quyib chiqamiz. Shu suvlari bilan juda ham mazali bo'ladi. Hamma mazasi shu suviga chiqadi.
Mana go'shi yumshoqqina bo'lib pishgan. Pishmay qoladi deb xavotir olish kerak emas. Mana go'shtini ko'rganinglarda juda ham yumshoq, mazali, kartoshkalari ham yumshoqqina bo'lib pishadi. Ayniqsa ro'za oyida bu taom juda ham foydali deb o'ylayman. Ham ko'p vaqt talab qilmaydi, mehnat talab qilmaydi, solasiz tayyor bo'ladi. Yoqimli ishtaha homiyliga tayyorlab ko'ringlar, albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.